Respublikamizda tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan bolajonlar endi bu darddan xalos bo'lishadi, chunki bayram munosabati bilan aynan davlatimiz rahbarining e'tibori va topshirig'iga asosan bemor bolajonlarning oilasiga bepul vaucherlar topshirildi. Ana shunday xayrli ish Toshkent viloyatida ham amalga oshirilmoqda. Viloyatning O'rta Chirchiq tumanida amalga oshirilgan xayriya tadbirlarida ham og'ir xastalikka chalingan bolalar uchun vaqf fondi tomonidan yirik miqdorda mablag'lar ajratilib, ularning davolanishlariga yo'naltirildi. Mazkur tashabbus doirasida Sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda shahar tuman tibbiyot birlashmalari negizida viloyat davolash profilaktika muassasalari mas'ul xodimlardan iborat shtab tashkil etildi. Mana prezidentimiz tomonidan hurmatli fuqaro, O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi hamda Qurbon hayiti munosabati bilan kasallarga chalingan bolajonlarni jarrohlik amaliyotini amalga oshirish ishlari olib borilmoqda. Mana shu vaucherni onasiga, buvisiga yetkazib, Xudo xohlasa xudo shifosini berib, yaxshi chiqsa gulla bilan biz ham tabriklagani kelib, mana shunaqa xursandchilikda yurish hammaga nasib. Vaqf fondi tomonidan viloyatga jami 1100 ta vaucher ajratilib, shundan og'ir va nogironlikka olib keluvchi kasallikka chalingan 299 nafar bolada yuqori texnologik operatsiyalar amalga oshiriladi. Shuningdek, 216 nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxisi qo'yilgan bemorlarda tibbiy tekshiruvlar, davolash va jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Yana 4 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amalga oshiriladi. Ehtiyojmand oilalar ahvolidan xabar olish va ularga moddiy yordam ko'rsatish kabi xayrli tadbirlar respublikamizning har bir hududida davom etmoqda.